Assalomu alaykum. Men universitet Panjaran talabalaridanman. Men bakalavr bosqichida o'qiyman. Menga qo'mita tomonidan sizga savol berishga ruxsat berildi. Men islomni qabul qilishimdan oldin sizga 3 ta savol bermoqchiman. Mening birinchi savolim, islom haqida butun hayotida hech qachon eshitmagan odamlarning hukmi qanday bo'ladi va ular qiyomat kuni qanday hukm qilinadi? Va mening ikkinchi savolim, Birodar, ismingizni va diningizni aytib bera olasizmi? mening ismim Bilman va men nasroniyman. Sizning ismingiz Bilman va siz nasroniysiz, shundaymi? Ha, shunday. Birodarimiz Bilman quyidagi savolni berdilar. Agar islom xabari biror g'ayridin odamga yetmagan bo'lsa, uning hukmi qanday bo'ladi? To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ilm-fan va texnologiya hayotimizning ajralmas qismiga aylangan zamonaviy dunyoda islomni global din deb atash mumkin. Darhaqiqat, butun dunyo global dunyoga aylandi. Bu savolga javob berishdan oldin men bitta muhim fikrni eslatib o'tmoqchiman. Bizning payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam har bir bola fitratda tug'iladi deganlar. Bu shuni anglatadiki, har bir bola tabiiy din bo'lgan islom dini bilan tug'iladi. Biroq ota-onalar, o'qituvchilar va do'stlarning ta'siri ostida bola butparastlik yo'liga tushib qolishi yoki boshqa dinni tanlashi mumkin. 1950-yillarda Kapoko qabilasi va Avstraliya aborigenlari ustida tadqiqot o'tkazilgan. O'sha paytda ular zamonaviy sivilizatsiya bilan aloqa qilmagan edi. Tadqiqotchilar ularning hayotini o'rganganida hammasi islomga o'xshash bo'lgan, faqat nomi boshqacha. Ular bitta Xudoga ishonishgan, unga ibodat qilishgan, Xudoning o'g'li yo'qligiga ishongan, lekin o'zlarini musulmon deb atashmagan. Demak, inson tug'ilgandan keyin tashqi ta'sirsiz bo'lsa, u fitratda qoladi. Bu dini fitrat, ya'ni islomdir. Savolingizga qaytsak, agar islom dinining xabari biror insonga yetmagan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Alloh taolo Qur'oni Karimning Fusilat surasining 41-bobining 53-oyatida shunday deydi: Bu oyatning ma'nosi, biz ularga albatta belgilarimizni osmon chekkalarida hamda shuningdek o'zimizda o'z alomatlarimizni ko'rsatamiz. Toki ularga haqiqat ayon bo'lsin. Demak, Alloh taoloning o'zi har bir insonga shaxsan xabarni yetkazadi. Birinchidan, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Qalam 3 kishidan ko'tarilgan. Bola balog'atga yetmaguncha aqldan ozgan odamdan va uyqudagidan, demak, bola 4-5 yoki 6 yoshida vafot etsa, u javobgar emas va jannatga kiradi. Bu ikkinchi savolingizga javob. Men ulamolarning fikriga qo'shilaman. Ular beozor bo'lgani uchun jannatga kiradi. Qiyomat kuni ular sinovdan o'tkazilib, javobiga qarab hukm qilinadi. Va ular albatta jannatga kiradi. Bugungi davrda dunyo global dunyoga aylangan. Islom haqida umuman eshitmagan odamni topish juda qiyin. Hozirgi kunda menga islomdan bexabar bo'lgan birgina odamni aytolmaysiz. Ayrim odamlar islomni qabul qilmasligi mumkin. Chunki otam nima deydi, onam nima deydi, menda aroq savdosi bor, islomni qabul qilsam, uni tashlashim kerak bo'ladi kabi uni dunyoviy sabablar to'sadi. Masalan, sizdan oldin kelgan singlimiz bitta Xudo borligini tan oldi. Iso Xudo emasligini tan oldi. Iso Allohning rasuli deb tan oldi. Hamda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam ham Allohning rasuli deb tan oldi. Lekin singlimiz baribir onam nima deydi, otam nima deydi deb o'ylashi mumkin. Demak, inson haqiqatni bilib turib rad etsa, qiyomat kuni men islomni eshitmadim deb ayta olmaydi.
Alloh taoloning o'zi ham barcha insonga belgilarni quyosh, oy, yulduzlarni va boshqa alomatlarni ko'rsatadi. Shuning uchun Qur'oni Karimda aytilgan: Qiyomat kuni bironta ham g'ayridin ey Alloh, sen menga adolatsizlik qilding deb ayta olmaydi. Hech kim meni nega do'zaxga tashlaysan deya olmaydi. Ular faqat bizga yana birgina imkoniyat bering deydi. Alloh taolo esa imkon tugadi deydi. Shunday qilib, Alloh taoloning adolatiga hech kim e'tiroz qila olmaydi. Bugun kimdir menga hech kim aytmadi deb aytishi mumkin. Ammo qiyomat kuni Alloh taologa yolg'on gapira olmaydi. Xulosa shuki, kim balog'atga yetib ulg'aygan bo'lsa, Alloh taolo unga xabarni yetkazadi. Biz musulmonlarning vazifasi xabarni yetkazish. Biz bajarmasak ham Alloh taoloning o'zi uni yetkazadi. Shuning uchun men o'sha ulamolar fikriga qo'shilaman. Agar biror g'ayridin odam islomni qabul qilmasa, demak Alloh taolo unga xabarni bergan va u javobgar. Agar bola bo'lsa, jannatga kiradi. Agar katta bo'lsa, u javobgar bo'ladi. Umid qilamanki, savolingizga javob berdim.